qalam ochadiganini qaranglar, juda ham chiroyli chiqqan. Xullas biz shunaqa bog'chaga dekorativniy narsalarga zakaz olganmiz. Ko'rishingiz mumkin, har xildan bor, qovoli, yulduzchalar alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Shu bog'chani tepa patologga ilib qo'yishadi, chiroyli turadi. Undan tashqari koptek. Qaranglar, juda ham chiroyli chiqqan. Ustlari armirovka qilingan, pukedan yasalgan, lekin juda ham mustahkam. Qalamlarga e'tibor berasizlar. Qalamlarni chiroyli qilib yasab qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin, mana bunaqa dumaloq predmetlar, o'chirg'ich, undan tashqari ko'rishingiz mumkin, mevani kesilgan, o'sha apelsin, qaldirg'och chiqaring chiroyliligini. Qaldirg'ochni o'sha patologga ilib qo'yib, xonada qaldirg'och tushayotgan. Bundan ham bir 10 tacha yasab berganmiz. Undan tashqari kitoblar bor. Kitoblar qarang kattaligini. Birga bir kitobdagi chiqqan, ustiga o'sha narsasini yozib beramiz chiroyli qilib. Yetilgan narsalar bundan 9 tacha bor. Qovoqlarni qarang. Usti armirovka qilingan, baquvvat, har xil razmerlardan yasab berganmiz. Xullas, частный bog'cha bo'ladimi yoki o'quv markazingiz bo'ladimi yoki bo'lsa siz оформляющий bo'lasizmi, dekorativniy qanaqa narsa kerak bo'lsa, rasmini tashlaysiz, o'sha rasmdagi qilib shunaqa har qanaqa dekorativniy predmetlarni yasab bera olamiz. Частный maktab bo'ladimi, bog'chalar hamma aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Shunaqa chiroyli dekorativ mahsulotlarni biz Penoplast jamoasi idealli qilib, mustahkam qilib, sifatli qilib yasab beramiz.